YouTube'dagi qadrdonlar, bugungi sanamiz 11-iyul. Hozir Xitoydan Brandda o'sha yangilik gilos deymizmi, olchali deymizmi, xush pastellari keldi. Ko'raverasizlar, shunaqangi bir chiroyli ishlanibdi. Belgi endi taxminiy pastga aniq desa ham bo'ladi, salkam trendda bo'ladigan pastel shu. O'tkayli. Buni qora qizili ham bor, qandaydir unisi yoqimsizroq ozgina. Mashinasi bir boshqacha chiroyli chiqqan, yashil barglar aralashib. Bitta pressda 250 ta bo'ladi. Bularimiz 2 kishilik. Narxlari xudo xolasa hamyonbop bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Donaga ham, Optimga ham bor. O'zbekistonda hamma joyiga chiqarib beramiz. Donaga 150 mingdan, Optimchilarga picha yo'li bor, xudo xolasa. Aytaverasizlar. Manzilimiz Andijon Shahrixonida, Optim pastel. A373 yo'nalishi. Andijondan kelishda Shahrixon Kurgavoydan o'tgandan keyin bu tomoni Qo'qon tomoni, ya'ni Toshkent tomondan kelishda Soray svetofordan keyin 5-600 metrdan keyin o'ng qo'lda keladi. Mo'ljal Hayat Premium to'yxonasi. Kelaverasizlar, do'konimiz ertalab 8 dan kechqurungi 21:00, 22:00 atrofigacha ishlaydi. Shunaqangi chiroyli ishlanibdi bu. Ko'rib baho beraverasizlar mana. Endi rasmda, videoda qanchalik ko'rinib berdi bilmadim, lekin rostdan zo'r ekan. Juda ko'pchilik kutyapti buni. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Undan tashqari 14-kuni Xudo xolasa, Xitoyga ketyapmiz. Xitoyda yana yangiliklarni topib olib kelishga harakat qilamiz. Brand Mariyaning tovari bu. Firmalar ichida eng zo'rlaridan biri.